Do'stlar, konteyner mahsulotlarini olish uchun endi vodiyga borish shart emas do'stlar. O'zimiz Sirdaryoda, Yangiyo'lmida? Yangiyer shahrida turibmiz do'stlar. Qaranglar. Eng arzoni metri 120 ming so'mdan boshlab turib, ag'i yuqoriga ketadi, diametriga qarab turib, xohlasangiz do'stlar, bular tayyor holatdalar. Ya'ni ulab bering 3-4 metrli yoki bo'lmasa 6 metrli degan masalan, tayyorlab ham berishaveradi. Undan tashqarida do'stlar, mol oxirlari, qo'y oxirlari bor do'stlar. Xohlagan rasmida, xohlagan yo'lmeda qilib berishaveradi. Eng arzon adashmagan bo'lsa 280 ming so'mdan boshlab ag'i yuqoriga ketaveradi. Endi bunaqangi o'choqlarimiz bor do'stlar. Undan tashqarida qumsoqda ishlatadigan xonlarimiz bor. Narxi 700 ming so'mdan bo'ladi. Aravachalarimiz bor do'stlar. Aravachalarimiz narxi kelgan bo'lsa 680 ming so'mdan ikkita balonlisi do'stlar. Undan tashqari misharkangiz 4 million so'm, drabekalarimiz 2 million 200 ming so'mdan do'stlar. Optim narxlarda kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar oldirib, soqqani boshqa kanaldan olimsa, chiroyli narxlarda kelishgan holatda bo'lsa, do'stlar bitta ahamiyat bersa, sexlarni o'zi mana akalarimiz hozirgina oxirlarda olib ketishyapti. Adashmay 3 ta 4 ta bo'lsa, oxiri olib ketishyapti. Undan tashqari bunaqangi listlarimiz ham bor do'stlar. Adashmayotgan bo'lsa 150 ming so'mdan boshlanadi. Mana shu yerda o'zlari birinchi qo'y ishlab chiqarib yasalaydigan joylar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastagoh faqat kelishgan holatda.